Assalomu alaykum. Google'da 94 FBR degan kod bor. Shuni bilarmidingiz? Bilmasangiz mana hozir sizga ko'rsataman. Poisk joyiga 94 FBR deb yozasiz. Mana shu maxsus kod bo'ladi Google dasturida. Bu koddan keyin bitta joy tashlaysizda xohlagan kinongizning nomini yoki xohlagan ilovangizni xohlagan o'rnatmoqchi bo'lgan, skachat qilmoqchi bo'lgan narsangizni nomini yozasiz. Misol uchun kinoni yozamiz. Misol uchun Terminator deb yozadigan bo'lsak, enter tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bu bizga skachat qilib berishga tayyor sayt link beradi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Misol uchun yoki bo'lmasa, misol uchun Gladiator deb yozsak bo'ladi. Mana bu Gladiator filmiga bizga tayyor yuklab olish uchun sayt beradi. O'sha yerdan yuklab olaveramiz. Yoki misol uchun yuklamoqchi bo'lgan dasturimiz CapCut dasturini misol uchun enter tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga mana beryapti, yuklab olishimiz mumkin. Qisqacha videomiz mana shu Google'da 94 FBR degan maxsus kod. Videomiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bittadan like bosib qo'yasiz. Kerakli foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Bu maxsus kod Google uchun. E'tiboringiz uchun rahmat.